Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan suv isitgichni, ko'pchilik ariston deb ataydi, aristonni qanday to'g'ri tozalash kerakligini ko'rsatadigan bo'laman. Avvalo tokdan sug'uramiz. 4-5 soat oldin sug'urib qo'yganimiz yaxshi, sababi suvimiz isib turgan bo'ladi. 4-5 soatda ichidagi issiq suvni ishlatib ham bo'lasizlar. Avvalo 2 ga sho'rtta qotgan bo'ladi, o'shalarni yechib olamiz. Bu ishni qilishni ko'pchilik bilishi mumkin, lekin bilmaydigan odamlar ham bor. Ularga foydali bo'ladigan niyatda tushiryapman. Podeshkani ayamaymiz, like bosib ketamiz do'stlar. Bu isitgichlarni o'zi yilga bir marta kamida tozalab turishimiz kerak, o'shanda foydali bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz termostat bu issiqlikni nazorat qiladi, qo'shadi, o'chiradi. 80 gradusgacha maksimalniy sug'urib olamiz. Zazemляющий проводasi bor, uni ham yechib olamiz. Отвертка bilan o'tiriladi, yechiladi. Zorga olib qo'yamiz. Bu yechishimizdan avval suvimizni bo'shatib olishimiz kerak. Global kelayotgan suv chiqib ketayotgan, hammasini yopib, suv isitgichimizni bo'shatib olamiz. Amerikankani yechamiz. Общий kalit bilan amerikankamizni yechib olganimizdan keyin обратный klapanimiz ham bor, uni ham yechib olishimizga to'g'ri keladi. Bu обратный klapan teskari klapan suvni tepadan pastga olib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu ham ishdan chiqishi mumkin, uni ham tekshirib olganimiz to'g'ri. Amerikankamizni yechib olamiz. Birdaniga suv oqib ketmaydi, qo'rqmanglar, sababi обратный klapanimiz bor, orqaga suv oqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Faqat tepaga suvni o'tkazadi. Bu tenimizni suvsiz qolmasligi uchun kuyib qolishidan asraydi va давление ko'paygan paytda suvni tashqariga chiqaradi. Xavfsizlik uchun foydali. Обратный klapanimizni yechib olamiz. Unda ham birdaniga давление bilan suv oqmaydi, sababi vakuum bo'lib turgan bo'ladi, qisilib. Vakuumni qochirish uchun bizlar issiq suv oqadigan amerikankani yechishimiz kerak bo'ladi. Suvimizni bo'shatib oldik. Vaqtingizni olmaslik uchun qisqartiryapman videoni. M6 boltkaga qotirilgan bo'ladi, 6 dona. Uni 10 kalitli, 10 razmerli kalit bilan yechib olamiz. Bo'shatib olganimizdan keyin issiq suv amerikankasini qotirib qo'yamiz, sababi tomish tomib bizlarga xalaq bermasligi uchun. Esdan chiqib ketmasligi uchun shu paytni o'zida qotirib qo'yamiz yaxshilab. Suv isitgichimizni yiliga bir marta, ko'pchilik ariston deb ataydi, aristonimizni yiliga bir marta kamida tozalab turishimiz kerak. Sababi ko'pchilik nimaga tozalash kerak deb o'ylashi mumkin. Shunaqa savol tug'ilishi tabiiy. Shuni sizlarga qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, suvning tarkibida tuz bor, minerallar bor. O'shalar aristonimizning ichiga yig'iladi. Yig'ilgandan keyin tenimizni atrofini qoplagandan keyin birinchi sabab suv isishi sekinlashadi. Ikkinchi sabab suv isishi sekinlashgandan keyin elektr energiyasi sarflashi ko'p elektr energiya sarflaydi. Uchinchisi balchiqni hidi chiqishi mumkin. Yig'ilib suv ifloslangandan keyin yoqimsiz hidlar chiqadi va tenimizni tez kuyishiga ham sabab bo'ladi. Ortdagi akamizni yechib olganimizdan keyin termostat qotadigan joydan asta qimillatib chiqarib olamiz. Chiqmayotganligi sababli bu yerda zazemляющий проводasi ham bo'ladi, uni ham yechib olamiz. Bu tuzlar ham qisib o'tiribdi, bo'lmasa tushib ketish kerak edi. Sariq suv oqib ketdi, o'zingiz ko'ryapsizlar. Bu aristonni tozalanmaganiga 1 yildan ko'p vaqt bo'lgan.
Oldlaringizga shunaqa idish olib olganingiz yaxshi, sababi ichidan ko'p musor axlatlar chiqadi. Ko'rib turganlaringizda ahvoli katta tuz kesaklar yig'ilgan ichiga. Bu aristonimizni isishiga, tez isishiga ham xalaqit beradi. Shuning uchun buni shoshmay tozalab olish kerak. Sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmaslik uchun qisqartirib tushiryapman. Ichi tuzga, musorga to'lib ketgan buni. Hozir tenimizni ham ahvolini ko'rsataman sizlarga. Tenimizni ham yaxshilab tozalab olamiz, zarar yetkazmay. Suv isitgichimizni yiliga bir marta tozalaymiz va tenimizdan mana ahvoli shu magniy anodi degan narsa ko'rib turganlaringiz uzun bo'ladi. Bu o'ziga tuzlarni yig'adi. Uni ham yiliga bir marta almashtirishimiz kerak. Bizlarda yo'q bo'lib ketgan u narsa. Ichidan shuncha tuz nagar chiqdi. Qo'rqib ketmang. Tenimizni tozalab oldik, chiroyligini qilib. Siz magniy anodiy o'rnatsangiz bo'ladi, do'konlardan xarid qilsangiz ham bo'ladi. Eng qiyin joyi hozir oltita boltni joyiga o'rnatish. Sizlarga oson yo'lini ko'rsataman. Sizlardan bitta like bo'lsa bo'ldi. Uning uchun bizlarga ikki tomonlama skotch kerak. Shunday oltita boltimizni ketma-ket yopishtirib olamiz. Bu siz o'rnatish juda qiyin. Sinab ko'ringizlar, ishonmasangizlar. Shuni yopishtirib olganimizdan keyin joyidan qimirlamaydi boltlarimiz. Va qanday sug'urgan bo'lsak, shunday joyiga qo'yishimiz kerak. Aylanib ketsa ham yaxshi bo'lmaydi. Termostatimiz tushmay qiynab yotadi bizlarni. Terimizni o'rnatib olgandan keyin hamma gaykalarini qo'l bilan borgancha bo'rab olamiz. M6 gaykalar. Yo'qotib olmaslikka harakat qilingizlar. Bu gayka boltlarni space boltga bo'ladi. Topish qiyinroq buni. Hamma gaykalarni qotirib bo'lganimizdan keyin bir-biriga qarama-qarshi tomon bilan qotiramiz. Nakres sababi bir xil bo'lishi kerak. Ten joyiga bo'lmasa qiyshiq borib qolsa agar suv oqib qolish ehtimoli katta. Bu ham bizlarga ortiqcha ish bo'ladi. Shu sababli nakres deyapman do'stlar. Bunaqa suv isitgichlar ko'pchiligingizda bor. Ko'pchilik og'aynilaringizda bor. Ularga yuborib qo'yingizlar. Ularga ham foydali bo'ladi degan ishonchim bor. Lekin odamlar shu ariston tozalatishga ustasini topolmay yuribdi. O'zim uchrab qoldim bunaqa odamlarni. Bu ishga usta kerak emas. Menimcha shu videoni boshidan oxirigacha ko'rib tozalab olsangizlar ham bo'ladi. Shu maqsadda aytyapman. Shu bunaqa suv isitgichi bor odamlarga yuborsangizlar foydali bo'ladi deb. Ishonmasangizlar sinab ko'ringizlar do'stlar. Siz o'zingiz esa kanalga a'zo bo'lib qo'yingizlar. Foydali videolarni ko'p chiqaraman, nasib bo'lsa. Razumniy qilishni ham esdan chiqarmang do'stlar. Razumniy nimaligini ko'pchilik biladi. Bu yerga ulash. Yerga qoziq qoqiladi va undan sim olib kelib aristonimiz korpusiga ulanadi. Bu обратный klapanimizni ham tozalashimiz kerak, tekshirishimiz kerak buni. Bu to'g'ri ishlash kerak. Ishlamasa agar buni ham almashtirgan yaxshi. Sababi bu aristonimizni himoya qiladi. Davleniya kuchayib ketib, ortiqcha davleniya foyda bo'lgan paytda ham shu обратный klapanimizdan suv oqib davleniyani yutadi va tenimizni suvsiz qolishidan ham asraydi. Odamni ham, tenimizni ham asrashga xizmat qiladi. Shuning uchun bu e'tiborli bo'lishimiz kerak.
qotirgan paytimizda o'zini joyiga kelib turishi kerak. Buni chiqib turgan tomoni bo'lmasa qopqog'ini yopishda bizlarga xalaqit berishi mumkin. Mana qiyshiq turib qoldi. Shuning uchun buni yechib olamiz. Sababi unday turishi mumkin emas. Mumkin, lekin yopish mumkin emas qopqog'ini. Chiqib turgan tomoni orqa tomonga to'g'ri kelsa agar bizlarga xalaqit qilmaydi. Yopishimizga kirishganmiz. Fun o'rashimiz kerak. Zanglab yopish qolmasligi uchun avvalgi xotirganda o'ralgani uchun hozir o'raganim yo'q. Amerikankamizni xotiramiz. Uning ichida salligi bo'ladi. Shunga ham e'tibor berib qo'yingizlar. Tushib qolsa agar suvoq qolish mumkin. Sal boshqacharoq amerikanka, bir tomonlamalik. Kaltimiz bilan yaxshilab qotirib olamiz. Issiq suvimizni ham yana bir tekshirib qo'yamiz. Bo'shab ketmadimikan. Endi termostatimizni qo'yamiz. Termostatimiz ham ahvoliga ahamiyat qilib qo'yishimiz kerak. Sababi bu ajratmay qolsa oqibatlari yomon bo'ladi. 80 gradusdan o'tib ketadi, davleniya yig'ilib ketadi. Tenimizni qo'shishdan oldin, yopishdan oldin krishkamizni suvimizni ochib, suv isitgichimizni suv bilan to'ldirib olishimiz kerak. Sababi bizlar qotirgan joydan suv oqmaydimi, oltaliga. Tekshirishimiz uchun qopqog'ini yopmay, krishkasini yopmay turamiz. Главный trassani suvni ochganimizdan keyin ventilimizdan issiq suvni ochib qo'yamiz. Sababi ichidagi havo chiqib ketishi kerak. Shu ventilimiz orqali. Bu 80 litrlik suv isitgich, ichida 80 litr suv ketaman deguncha ichidan shuncha havo ham chiqadi. Qisilib qolsa ham bizlarga bo'lmaydi. Tenimizni to'kasi suqishdan oldin suv bilan to'ldirib olishimiz kerak. Esdan chiqarib adashib qo'shib qo'ymangizlar. Teningiz shu zahoti kuyadi. Suv oqqani yo'q. Plastmas qopqog'ini yopamiz. Ko'rib turganlaringizdek ishimiz ham oxirlab qoldi. Ketsa yarim soat, 1 soat vaqtimiz ketadi, lekin bu qilgan ishimiz 1 yilga sizga foyda keltiradi. 1 yildan keyin yana shu ko'rinishda tozalasak, tenimiz ishlayveradi. Bizlar tenimizga to'g'ri xizmat ko'rsatishni bilsak bo'ldi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, kanalga a'zo bo'lingizlar.